Eshitishimcha, qizim sizni rus degandi. Shu rostmi? Ha papa, men rusman, lekin o'zbekcha tushunaman. Ha bu ruslarning rangi oq bo'lardi-yu, sizning rangingiz qora-yu. Ha dada, men ikkinchi sortman. Shunga rangim qora. Ha bu ruslarda ham ikkinchi sorti bo'lar ekanda. Ha qizimga uylansangiz, biznikida qolasiz. Uyoqlarga jo'natmayman amaki bola. Ha bo'lajak dada, men shu yerda sizlar bilan yashayman. Chunki Rossiyada uyim yo'q. Shu yerda qolaman. Ha bu qoraymay yurdi, uy ham yo'q ekan. Ha, bu yerda qolsangiz nima ish qilmoqchisiz o'zi? Dada, men san'atkorman. Qo'shiq aytaman. Bitta eshitaylik-chi bo'lmasam? Bo'ldi papa, без проблем. Kirding ko'pida, qarzing borida. Ayoqlab kelmas hatto qayna akin ham, qayna ukin ham. To'xtang. Sizni qaynakangiz ham, qayna ukangiz ham yo'q. Hech hijolat olmang, o'z to'laverasiz. Ha bu qo'shig'ingiz o'zbekcha-yu? Ha dada, bu qo'shiq o'zbekcha. Chunki men dadam o'zbek. Ha, dadangiz o'zbekmi? Ammo bu ovoz bilan ko'chalarda qo'shiq aytib yurmang, ammo urib o'ldirishib yuboradi. Ras qizimni sevibsiz, bizga qoladigan bo'libsiz, uyda turib pul topishni yo'lini o'rgataman sizga. Dada, zo'r-ku. Men shu yerda qolaman. Menga o'rgating uyda o'tirib pul topishni. Hey, Igirjon bolam, mollarga qaradingmi? Ha dada, mollarga qarab qo'ydim, yemlardan berib qo'ydim, suvlargacha berib qo'ydim. Bu ishing bo'lak yo'qdi. Dada, endi bitta non bering. Черные глаза, вспоминаю